Darsimizni davom ettiramiz. Excel bo'yicha. Bitta Excel yaratamiz. O'tgan dars oxirgisi, ya'ni obedient bo'yicha tushuntirib bergandim. Bugungi dars formatlar bo'yicha tanishamiz. Buning uchun misol uchun o'tgan oylik maosh va oylik maosh 1200. Endi ayni shu 1200, ya'ni bizga ko'proq kerak, burchagidan tortib olamiz. 1200 bu dollarmi, 1200 yoki yevromi, 1200 so'mmi, 1200 tengami, ya'ni qaysi pul birligida shu narsalar ajratishimiz kerak. Ya'ni bu o'zi pul birligimi, ya'ni valyutami, valyuta emasmi, oddiy sonmi yoki bu foizmi, nima bu? Aynan shu format orqali boshqariladi. Misol uchun oylik maosh aytaylik 1200 dollar yoki 1200 yevro qilmoqchiman. Uning uchun men bu joyda valyutani, ya'ni pul birligini rasmi turibdi o'zi. Shuni strelkasini bosamiz. Rubl turibdi. Sababi menda hozir rus tili o'rnatilgani uchun rublni glavniy deb o'ylayapti. Agar siz strelkasini bosmasdan rasmini ustini bitta bossangiz, rublga avtomatik o'tib qo'yadi. Bu ya'ni rus tilida bo'lgani uchun rublni asosiy deb o'ylayapti. Agar sizga rubl emas, aytaylik yevro kerakdir yoki kitayskiy, Xitoy pul birligi kerakdir, umuman aytganda boshqa pul birliklari kerak. Unda o'zingiz tanlaysiz, men yevroga o'tdim. Ham belgilari orqali. Ko'pchilik nima qiladi dollarga o'tkazishni? Yoniga dollar qo'yib qo'yadi. Bu xato yo'l. Ya'ni bu yo'l bilan qilmang, sababi keyinchalik hali ko'ramiz, funksiya formulalariz ishlamaydi agar ruchnoy qo'yib qo'ysangiz dollarni. O'zini qoidasi bo'yicha, ya'ni men bu joyda aytilgan qoidasi bo'yicha qo'ysangiz, unda ishlayveradi. Hozir uni ham ko'rsatib beraman. Endi dollar qayerdan topamiz? Bosamiz. Pastda другие финансовые formatga kiramiz. Finansiviy bor, denejniy bor, farqi yo'q, ikkisi ham ishlayveradi. Hop, shu yerda endi dollarni qidiramiz. Mana oxirdan bitta oldinda turibdi. Angliskiy sisha bor. Tanlaymiz. Mana bu yerdagi 2 degan son, ya'ni znak, mana bu oxiridagi qoldiqlari. Tepada obrazesi bor, ya'ni namuna bo'yicha ko'rib olsangizlar bo'ladi. Kamaytiryapman, kamayyapti, ko'paytirsangiz ko'payadi. O'zi default holati, palmanchani holati bo'yicha 2 turadi, ya'ni siz hech narsaga tegmasdan turib OK deb bosib olsangiz 2 qoldig'ini qo'yib beradi. Mana bu qoldig'i. Endi so'mga o'tkazmoqchi bo'lsangiz qanaqa bo'ladi? Xuddi shu joyga kirasiz, другие финансовый format, endi shu yerda so'mni qidirishingiz kerak. Birinchi belgilar keladi, undan keyin harflar keladi. Shu harflarning ichida so'm bor. Bu harflar boshlandi mana. Endi S qatoriga tushamiz. Mana so'm lotincha bor, sal pastroqida kirilchasi ham bor. Mana so'm kirilchasi. Qaysi biri kerak bo'lsa ishlatib ketaverasiz. Misol uchun men lotinchani tanladim, OK deb bosdim. So'mga o'tdi. Bu yo'l bilan o'tkazsangiz funksiyalaringiz ishlayveradi bexato. Ana endi xo'p, qoldiqlarini qanday qilib olish mumkin? Qanday qilib qoldiqlarini kamaytirish yoki ko'paytirish mumkin? Men bu nollar aynan shu kamaytirish, ko'paytirishga xizmat qiladi mana. Ko'payyapti, kamayyapti. Agar siz butunlay belgilab kamaytirsangiz, hammasi bittada kamayadigan bo'ladi. Mana. Xo'p, hammasi rublga o'tib qoldi, sababi men hammasini belgilab kamaytirganim hisobiga. Orqaga qaytarish Ctrl+Z. Birinchi dars ko'rsatdim. Ctrl+Z bilan men orqaga qaytarib qo'ydim. Bitta kamaytirib qo'yaman. Endi kamaytirsangiz ham, ko'paytirsangiz ham umuman ziyoni yo'q. Misol uchun 12 butun aytaylik 78, pastda esa 14 butun necha deymiz 93. Buni ko'pchilik kamaytirib qo'ysa 13 15 bo'lib qoldi. Bu yaxlitlab boradi. Excelni o'zi avtomatik yaxlitlaydi. Misol uchun yaxlitlash menimcha hamma biladi. 12.78 13 ga yaqinmi, 12 ga yaqinmi? Agar 13 ga yaqin bo'lsa 13 qilib yaxlitlaydi, 12 ga yaqin bo'lsa 12 qilib yaxlitlaydi. Misol uchun 78 emas, 12.28. Endi bu 12 ga yaqin. Bossangiz 12 qilib yaxlitlab boradi. Endi shu yerda ko'pchilik savol beradi. Men buni yaxlitlab qo'ysam
hisob kitobimda nima bo'ladi, menda yutqizib qo'yishi mumkin yoki kimdir haqqi o'tib ketib qolishi mumkin degan ma'noda. Excelda hamma narsa ideal ishlaydi, hech kimda haqqi bir-birida qolib ketmaydi. Bu bo'yicha hisob kitob qilsangiz, misol uchun formula yozilishi barobar bilan yoziladi. Barobar 12, ya'ni men bu 12 ni belgilayman, qo'shaman 15 ni, enterni bosaman, 27 chiqaryapti. Lekin buni tagida aslida men bu qoldiqlari turibdi. Mana. Bu ham qoldiq bo'yicha sizga hisob kitob qilgan. Qo'shib ko'rsangiz, aynan shu son chiqadi. Ya'ni hech qanaqa men buni berkitib qo'ysangiz ham farqi yo'q, o'sha qoldiq bo'yicha hisob kitob bo'laveradi. Tiyinlargacha inobatga oladi. Faqatgina buni yaxshi tomoni sizga qulay qilib ko'rsatib turadi bo'ldi. Aslida tagida o'sha qoldiqlarigacha hisob kitob bo'lyapti. Xo'p, keyingisi hali funksiya formulaga ko'p to'xtalamiz. Mana bu 0. Hozir necha son turibdi? Ko'pchilik menimcha shu 0 sanayapti, necha son turganligiga, ya'ni 3 ta 0, 4 ta 0, 5 ta 0 deb. Bu aynan 0lar bo'lish shart emas, mana bunday son bo'lsa ham bo'ladi. Bu sonlarni aynan mana bu yerdagi 3 ta 0 orqali siz xonalarga bo'lib tashlasangiz bo'ladi mana. Qancha turgani aniq bo'ladi. Mana bu joyda 100 million turibdi ekan, mana bu joyda 23 million 432 ming 423 so'm turibdi. Foizlarga alohida to'xtalamiz. Keyingisi bu tepadagi общий, bu format hisoblanadi. Misol uchun mana bu 12 chislovoy bo'lib turibdi, ya'ni son. Agar siz harf yozsangiz, bu o'zi avtomatik topadi mana. Общийda harf o'zi tekstga kiradi. Xo'p, общий turgani doim yaxshi. Agar siz vaqt bilan, sana bilan ishlasangiz, uni qaytarib qo'ysangiz bo'ladi. Odatda qaytarmasangiz ham o'zi общийda hammasini inobatga oladi. Общий o'zi avtomatik topib oladi. Agar siz tekst qilib qo'ysangiz, ichiga keyinchalik son yozsangiz, buni tekst deb qabul qiladi. Mana. Общий qilib qo'ysangiz, o'sha son yozdingizmi, o'zi songa oladi, tekst yozdingizmi, tekstga olib ketadi. Xo'p, mana bu belgining ma'nosi, ya'ni siz tekst yozdingiz, lekin ichida son turibdi deb ogohlantirish beryapti sizga. Ya'ni mantiqan, logik xato qildingiz degan ma'noda. Xo'p, keyingisi yo'q bo'ldi. Endi общийga qaytarib qo'yaman. Bular bo'yicha ham hali darslarimiz bor, sanalarga oid funksiyalar bor, pul birliklari bilan ishlaydigan funksiyalarimiz bor, foizlar bilan alohida ishlaymiz, tekstlar bilan ishlaymiz. Xo'p, foiz. Matematikada bilsangizlar, bir soni 100% deb qabul qilingan. Mana ko'pchilik biladi. 100% deb qabul qilinadi. Oddiy kundalik hisob kitobda ham e'tibor bersangizlar, ko'pchilik kalkulyatorda foiz hisoblaganda oxirida 100 ga ko'paytirib yuboradi yoki 100 ga bo'lib yuboradi. O'sha narsalar, ya'ni 1 ga nisbatan olinadi. 1 bu 100% degan. O'shaning uchun ham Excelda 1 deb turib, mana bu foizni bitta bossangiz 100% qilib beradi. Ya'ni 1% qilmoqchi bo'lsangiz, siz 0.01 qilishingiz kerak bo'lib qoladi. Chunki mana bu foiz aynan shu narsani qilib beradi. Ya'ni qisqa qilib ko'cha tilida aytganimda, mana bu foizning tagida ko'paytiruv 100 turibdi. Ya'ni har qanday son 1 2 3 qilib qo'ysangiz, ko'paytirib yuboradi 100 ga, keyin foizga aylantirib beradi. Ko'pchilik buni yozishga qiynaladi. Misol uchun 0.2% qilmoqchisiz. Siz 0.0002 qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun eng yaxshi yo'li 4% mi? 4 deysizda foizni ruchnoy kiritib yuborasiz. Ruchnoy kiritish, shift 5 ni bossangiz ruchnoy keladi. Bu eng yaxshi yo'li hisoblanadi. Bemalol hisob kitoblaringizda ham umuman ошибка bo'lmaydi. Faqat mana bu pul birliklarini ruchnoy yozib qo'ymasangiz bo'ldi. Ya'ni qo'lda yozib qo'ymasangizlar bo'ldi. Xo'p, bugungi darsimizda to'liq ko'rib chiqdik va keyingi darsimizda sekin-sekin davom ettirib ketaveramiz.